Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaxshimisizlar, omonmisizlarmi, tinchmisizlarmi? Chet ellarda musofirlikda yurgan birodarlar, aka-ukalar, Allohning panohida bo'linglar, sog' salomatmisizlar. Mana bugun 2026-yil 26-iyulda Andijon avtomobil bozoridamiz. Bugun bozorimizga shu operatoriya Matizimiz 2017-yil ishlab chiqarilgan toza 168 million oldindan videosini qo'ydik. Spark olib chiqdik, Spark sotdik. 2019-yil Sparkimiz edi. 250 ming yurgan, kraskasi toza edi. Motorlari qilingan, korobka, hadovoylari juda ham go'zal edi. 5700 ga berib yubordik. Akalar, ukalar, narx chiqaraman deganlar bo'lsa, shundan narx chiqarib olasizlar. Matizimizni mana hozir shu damda 3,5 berishyapti. 17 toza 168 million MX Lux bes konditsioner. 4 ta baloni yangi, pult, lasettirol ham yo'g'i bor. Keyin yana bugun olib chiqqan mashinalarimizdan Tracker avtomobilini olib chiqdik mana. 2023-yil ishlab chiqarilgan Premier. Kilometr 35 ming bo'lgan. Propanni qo'yganiga 1 oy bo'lishibdi. Narxi 15800 kam bor. Dokumenti o'ta ham go'zal, o'zimni kak radnoy akam deb bo'lib qolgan, akamning nomida. 90lik 217 30 77 93lik 577 76 79 telefon qilaverasizlar akalar. Shu Tracker kimga qiziq bo'lsa, naqd pulga sotamiz. Hozirda nasiya savdoga jinday imkoniyatlarimiz kamroq. Bozor mana qizigandan qiziyapti, savdolar bo'layapti. Ancha-muncha mashinalar sotilyapti akalar. Soat endi hali peshin bo'lmasdan oldin ko'plab mashinalar sotildi. Saqin joylarga joylashib olganmiz mana bizdan. Hozir mana Matizdan so'raymiz. Mashina sotdingizmi? Sotilmadi, qaytarib ketyapti. Yigirma 3 Premier. Hoji aka sotdinglarmi? Sotilmadimi? Necha pul bermadingiz? 9000 ga bermayapti mana shu Xitoy labo. Yillarni so'ramadim. Labo sotildimi? Rol ishlamay qolibdilar laboni. O'ta eski ekanda bechora. Ilohim yangisidan nasib qilsin shularga. Ko'ring. Hojiva nima gap? Hech nazimi? Nima gap, sotdingizmi? Sotmadingizmi? O'zingizniki haligi. Necha pulga sotmadingiz? 6000 bermadingizmi? Ha, yaxshi. 6000 ga bermabdi mana. Mashina kerak, mashina imini kerak bo'lsa, menga nomerimga telefon qilsanglar, men uylarni bilaman akani. O'zimizni qo'shni mahallaning odamlari. Mashinalar kelyapti. Sizlar uchun mana video obzorlar qilib qo'yaman. Nima bo'ldi, Gentra? 6200. Sotdingizmi? Bermadingizmi? Yilichi 15 mi? Men hali chiqib ketmayapman, nariq ko'cha hozir. 15 mingli? 14. Toza. Nimaga aytyapman? Ha? Yurgan 370 ming bo'ldi aka. 6200 berilmadi. 6200. Ha, narxi bor ekan. Ha, bo'ldi. Savdosi bor, 6200 savdosi bor. So'raverasizlar mana. 14-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Kraskalari toza. Hozir Matiz haliga ko'rib kelamiz. Nima? Yo'q. Hozir mana bitta akamiz Spark'ini savdo qildi. Necha pul bermadi ekan, hozir bilamiz. Xayrullo aka, qaysi Spark'ingiz necha pul bermadingiz aka? $100 girin aka. Bugun nargini 56 ga beramiz, 19 da mononi 6400 dan ozgina o'tib beramiz, 19145 yurgan. 19145 yurgan toza. Narxi qancha yurgan? 217 yurgan, 2 ta detal kraska 56 ga beramiz. 56 ga beriladi. Gazi bor, 2 oy keyin olib sotib bo'ladi. 2 oy ham keyin ham olib sotdi ham bo'ladi. Mashinalar 2 oy ham go'zal ekan. Halla aka, nomer
Yotla olish qiyin. Nomeringiz nechi edi? 93lik. 93lik. 442 00 bo'lgan. 442 0007 ga telefon qila olasizlar. Xayrullo aka degan akamiz oladi. Rahmat do'st. Hamma bozordan chiqyapmiz deb ko'rasizlar Xayrullo akamga. Akamdan dokumentlar tiniqlari bo'ladi doim. Chiroyli bo'ldi deysiz.